Ruchnoy tormoz bu faqat parkovka uchun qo'yilmagan. Aql ishlatinglar. Yaxshigina tosh tepdi bunga. Ada? Da. Esingizda bo'lsa, siz bilan bar haqida video oldik. O'shanga ko'pchilik kommentariy yozibdi 60-70 tezlikda siz ruchnoy tortasizmi deb. Keyin 60-70 tezlikda ruchnoy tortsa bo'ladimi degan savollar tushibdi. O'shanga aniqlik kiritib yuboraylik. Men bu kommentariyani o'qidim. Yosh ukajonimiz yozib tushunmasa keyin, lekin bitta narsani aytaman, tortish mumkin. 60, 70, 80, 90, 100 da ham tortish mumkin. Bilasan, shunaqa holat bo'lib qolishi mumkinki, avvalambor bo'lmasin, любой mashinada o'sha жидкость to'kilib ketsa yoki shlankasi, tormozon shlankasi uzilib ketsa, oyoqdagi tormoz ishlamay qolsa, ruchnoy ishlatiladi. Ruchnoyni mexaniskida zubchati bo'ladi. Har bitta tishda ko'tarib rezki tortmaysan, bitta zubga o'tkazasan, ikkinchi zubga o'tkazasan, uchinchi sekin to'xtatish mumkin bu narsani. O'sha elektronniy ruchnoy tormozda to'xtata olmaysan bu narsani. Mani o'sha kichkina tavsiyam demoqchimanki, o'sha kuni barra qo'yganimizda, o'sha barra ko'rsatganimizda neopitni usta qo'ygan, hamma joylarini superkli qilib tashlagan, bitta chuqurga tushishi bilan bu barra sochilib ketadi. Bunaqa navarot sizlarga kerakmi degan maqsadda qo'yildi. Lekin ruchnoy tormoz bu faqat parkovka uchun qo'yilmagan. Aql ishlatinglar. Buni tezlikda ham ishlatish mumkin. Kerak paytda shunaqa kerak qoladiki, o'zingizlarning hayotinglarni saqlab qolishinglar mumkin.